O'zing qalaysan o'g'lim? Dada, men charchadim. Yashashdan to'yib ketdim. Men o'ldim. Tamom bo'ldim. Ortiq chidolmayman. O'zimni ojiz his qilyapman. Usta, menga juda og'ir botyapti. Shu devorlar go'yo ustimga qulayotgandek. Butun dunyo jim bo'lib xuddi bizni tinglayotgandek. Dada, men tamom bo'ldim, charchadim. Nochorlik meni holdan toydirdi. Nima qilishni bilmayapman. Qalaysan? Yomonman. Isyon qilyapsanmi? Ha. Tortgan hisobim yetmadimi? Hazrati Mavlono aytgan, o'pishim bilan gilamni savalagan ayolning niyati gilamni urish emas, balki changini qoqishdir. Alloh senga azob berish orqali seni poklaydi, g'uboringni aritadi. Nega g'ussaga botasan? Avval sabr qilishni, so'ng esa ko'nikishni o'rgan o'g'lim.